Buldrop saytidan sotib olaman. Buldrop saytiga kirib olaman. 12 ming so'm. Buldrop sayti. Hozirgi kunda Instagramda PUBG auditoriyasining o'rtasida bunaqangi reklamalar juda ham ko'payib ketdi va katta blogerlar, ayrimlari albatta, ayrim katta blogerlar shu narsani reklama qilib chiqyapti. Hozir men sizlarga Buldrop sayti haqida ozgina kichkina tushuncha bermoqchiman. Videoga like bosib, kommentariyaga o'zingiz fikringizni qoldirishni esdan chiqarmang, kanalimga ham obuna bo'lib qo'ying. Buldrop sayti haqiqatdan ham mana shu blogerlar aytganchalik yaxshimi? Siz bunga ozgina pul solib, katta UC'larni yutib olishingiz mumkinmi? Yo'q do'stlar, Buldrop sayti ular aytganchalik oson UC berib qo'ymaydi sizlarga. Bu ham 1xbet yoki boshqa shunga o'xshagan qimor kontoralar singari bitta kontora. Bu yerga pul soldingizmi, yutish ehtimoli juda ham kam va bu yerdan yechib olish juda ham qiyin bo'ladi. Ayniqsa buni tushunmaydigan odamlar bu yerga pul soladigan bo'lsa, даже yutib olgan taqdirda ham o'zini akkauntiga UC qilib tushirib ola olmayapti. Bularni maqsadi nima? Sizlarni uyiga chaqirishdan va promo kod berishdan. Promo kodni berishdan maqsad siz bu yerga kirib turib agar pul soladigan bo'lsangiz, bu yerda yutkazib qo'ygan summangizni qanchadir miqdorini Buldrop sayti bularning shotiga beradi va shu orqali ular pul ishlaydi. Do'stlar, hech qachon bunaqa saytlarga kirib yoki bunaqangi blogerlarning gapiga aldanib qolmanglar. Katta blogerlar agar bu narsa rostdan ham ishonchli bo'lganda, boshqa blogerlar ham buni sizlarga reklama qilib chiqqan bo'lardi yoki hammamizdan bekitgan bo'lardi. Mediaspy saytidan UC'ni qanaqa qilib qaysi regiondan arzon olish kabi buni ham sir tutishadi va agar Buldrop sayti ham shunga o'xshab yaxshi bo'lganda bu narsani ommaga olib chiqishmagan bo'lardi. Do'stlar, aldanib qolmanglar.